Bu 2 oydan keyin chiqadigan iPhone 17 ni o'zi, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max va hamma kutgan iPhone 17 Air. 17 ni o'zi bo'yicha hech qanday o'zgarish yo'q. O'sha tashqi ko'rinish, faqatgina yangicha ranglari chiqib kelishi mumkin. Yagona yangilik bu endi baza va 17-versiyasida ham 120 Hz lik displey kelishi mumkin. Kutilayotgan narxi $800. 17 Pro va Pro Max ga keladigan bo'lsak, gabaritlari, eni, balandligi, qalinligi 16 Pro lineykasi bilan bir xil. Tashqi o'zgarishlardan endi orqa tarafdagi kamerasining obodogi telefonning qirrasigacha borgan va vspышка bilan lidarni joylashuvi o'zgargan. Undan tashqari protsessori A19 Pro bo'ladi. Operativ xotirasi 8 dan 12 ga ko'tariladi. Bu telefonlarning barchasi iOS 26 bilan birgalikda keladi. Uchala kamerasi ham 48 megapiksel bo'ladi va nihoyat endi biz keng burchakli linzasiga ham sifatli videolar tushirishimiz mumkin bo'ladi. 17 Pro ning narxi $1000 bo'ladi, 17 Pro Max ning narxi $1200 bo'ladi bazaviy versiyasi uchun. Aytgancha, bu haqiqiy telefonlar emas, bu shunchaki maket. Va eng katta yangilik bu iPhone 17 Air. Bu dunyodagi eng ingichka telefon bo'lib hisoblanadi. Qalinligi 5,5 mm. Bunda bitta 48 megapiksellik kamerasi bo'ladi. Keng burchakli linzasi yo'q, lekin portretli rasmlar tushirish mumkin bo'ladi, chunki soft bor-ku baribir. Nazarim bo'yicha jismoniy sim karta uchun slot bo'lmaydi, MagSafe bo'lmaydi, pastki qismida dinamiklari bo'lmaydi va batareyasining hajmi boyog'i 2800 mAh bo'ladi. Chiroy qurbonlikni talab qiladi degan narsa shu bo'lsa kerak. Kutilayotgan narxi $900. Qisqa qilib oladigan bo'lsak, 17 Air bu pont uchun, A17 Pro Max esa bu hayot uchun. Bu yangi iPhone'larning chiqishi 10-sentyabrga kutilyapti. Chiqishi bilan siz iMobile do'konidan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Istalgan texnikani shirin narxlarda u yerdan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Havlasini opisiyaniyada qoldirdim.